Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni Inspektorning rasmiy YouTube kanalida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bugun biz sizlar bilan Inspektor Bravo S Pro'ni sozlamalari nima vazifa bajarishini birma-bir ko'rib chiqamiz. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni va like bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Sozlamalar nima vazifa bajarishini ko'rib chiqamiz va birinchi navbatda tugmachalarni ko'rib chiqaylik. Qarang, bu yoqda 5 ta tugmacha mavjud. Mana o'chirib yoqadigan tugmacha bu, mana rejim ajdaniga kiradi. Bosib turadigan bo'lsak, to'laqonli mahsulot o'chadi. Yana bosib turadigan bo'lsak, mahsulot yonadi. Bu tugmacha esa video yozishni, video zapisni pauza qiladi. Yana bosadigan bo'lsak, davom ettirib ketadi. Va aynan shu tugmachani bosib turadigan bo'lsak, avarinniy deydi-ku, o'shanaqa zapisni o'chmaydigan holatda saqlab oladi o'zini miyasiga. Bu, ya'ni aynan bu tugmachani bosganingizda aynan o'sha narsa kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsa o'chmaydigan bo'lib alohida turadi va siz fayllanishdan topishingizga oson bo'ladi. U qayerdan topishni ham keyinroq ko'rsatib o'taman. Bu tugmacha esa ovozni kamaytirib ko'paytiradi. 5 pog'onadan iborat, mana ko'rinyapti, ekranda ham o'zgarib boryapti ovoz. O'rtacha o'zingizga moslab 3-4 mi yoki 5 ga qo'yib bersangiz bo'ladi. Aynan yana shu tugmachani bosib turadigan bo'lsangiz, ana ovoz ko'taradiganini, yarkis kamayib ko'payadi. Maslahatim 4-5 da yurishni maslahat beraman, chunki bizning kunimiz quyoshlik O'zbekiston. Shuning uchun ham videoda to'g'ri hozir yaxshi ko'rinmayapti, lekin o'zingizga qulay bo'ladi. Videoda yaxshi ko'rinishi uchun men hozir birga qo'yib ko'rsatib beraman. Keyin undan keyingi tugmacha M. Rejim almashtiradi. Sizga IQ rejimda yurishni tavsiya qilaman. Va keyin aynan shu M tugmachani bosib turadigan bo'lsangiz, aynan siz turgan nuqtani o'zini miyasiga saqlab oladi. Va o'sha nuqtaga yaqinlashadigan bo'lsangiz, o'sha joyni ogohlantiradi. Bu nima uchun kerak? Shahringizga misol uchun 3 oyoq yangi radar qo'yilgan yoki 2 patrul turadi, taxminiy nuqtasini bilasiz, o'sha joyda saqlanib qo'yadigan bo'lsangiz, sizni o'sha joyda ogohlantirishni boshlaydi. Oxirdagi tugmacha esa bosib turadigan bo'lsangiz Wi-Fi ga kiradi, bir marta bosadigan bo'lsangiz sozlamalarga kiradi. Bitta bosamiz va sozlamalarga kiramiz. Birinchi navbatda mahsulotning ichidagi ko'chirib olingan videolar turibdi. Mana bu tugmacha enter vazifasini bajaradi. Mana turibdi, mana o'zi enter rasmi ham turibdi. Shuni bosadigan bo'lsak, o'sha videoni ko'ramiz. Va shu yoqdan o'chirsangiz ham bo'ladi. Yana tugmachani bosadigan bo'lsangiz, eventga o'tadi, ya'ni o'chmaydigan fayllar shu yoqda saqlanib bo'ladi. Shu yoqdan ko'rsangiz bo'ladi, ya'ni saqlanadi. Yana tugmachani bosamiz, ya'ni o'sha joylarni tushuna oldik. Ya'ni gibrid mahsulot ichidan o'sha videolarni ham bemalol ko'chirsangiz bo'ladi yoki mobil telefonga ulab ham ko'rsangiz bo'ladi. Uni proshivka videosida ko'rsatganman, qanday ko'rish va ko'chirib olishni. Demak, sozlamalar 4 bosqichdan iborat. Radar qismi, video registrator qismi, mobil baza qismi, ya'ni statsionar radarlarga javob beradigan qismi va umumiy sozlamalar. Xo'p. Endi bir boshdan boshlaymiz. Radar qismiga o'tamiz. Mana bu yoqda mana M tugmachasi, ovoz ko'taradigan tugmachasi tepa past turibdi, ya'ni shu tugmachalar bosadigan bo'lsa, tepa pastga o'tkazadi. Xo'p, radar qismidan shahar 1, shahar 2 trassa rejimi bir-biriga mos bo'lgan rejimlar. Va aynan shu joydan siz mahsulotni, signaturalarini o'chirib qo'ysangiz bo'ladi bemalol. Ya'ni misol uchun, mana trassa rejimiga kiradigan bo'lsak, K-band o'chirilgan, lazer o'chirilgan, avtokon yoqilgan, Hikvision yoqilgan. Siz bu yoqdan shu radarlarni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi, agar shahringizda bo'lmaydigan bo'lsa. Lekin bu narsani tavsiya qilmayman, sababi bu professional ishlatadiganlar uchun, bironta biz aynan bizda testga chiqib bir nimalarni sinashimiz uchun qilingan desa ham bo'ladi yoki yaxshi tushunadiganlar uchun qilingan. Agarda siz bu yoqdan bironta signaturani o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, jarimaga tushish ehtimoli mavjud. Shuning uchun bu yoqqa tegishmaymiz. O'zi standart, juda ham ajoyib sozlamalarda turibdi. Keyingisi rejim tanlash turibdi. Rejim tanlash boya ko'rganimizdek, skat o'chiq ekan, skatni yoqib qo'yish kerak. Hozir o'chirib qo'ydim shekilli, xayol bilan. Skat o'chiq bo'ladigan bo'lsa, skatni yoqamiz. Rejim tanlash. Rejim tanlashda biz M tugmachani bosdik-ku, IQ bilan trassa turibdi. Shu yoqdan shu joyni o'zgartirib qo'shimcha rejimlar qo'shib qo'ysangiz bo'ladi, lekin buni tavsiya qilmayman, chunki o'zi yaxshi sozlamalarda turibdi.
Undan keyingisi IQ shahar 1, shahar, IQ shahar trassa turibdi. Bu narsa ikkalasi bir-biriga mos bo'lgan sozlamalar. Ya'ni, misol uchun siz bunda IQ rejim mavjud. IQ rejim siz uchun rejimlarni o'zi tanlab beradi. Maxsus belgilangan tezlikda. Ya'ni 40 tezlikgacha siz shahar rejimida bo'lasiz, undan oshgandan keyin trassa rejimiga yoki xullas o'shaning tezligini o'zingiz sozlasangiz bo'ladi. Misol uchun shahar birdan shaharga o'tish 40 tezlik km/soat, shahardan trassaga o'tish esa 80 turibdi. Buni o'zingizga moslab to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Hozir o'zi normal tezlikda turibdi, ya'ni hammasi optimal sozlamalarda. Shahar tezlik chegarasi va trassa tezlik chegarasi. Bular nima vazifani bajaradi? Bu ikkalasi ham bir-biriga mos bo'lgan sozlamalardir. Hozir bilamiz, nafaqat shaharda, balki ba'zida trassalarda ham yo'l tirbandliklari, ya'ni probkalar shakllanmoqda. O'ylab ko'ring, siz probkada turibsiz. Oldingizda radar mavjud. Radar signalini siz xohlamayapsiz o'chish ham probkada sizning asablaringiz tarang bo'lgan. Ortiqcha signal sizga ortiqchalik qiladi. Shuning uchun ham bu yoqda mana qarang 40 km/soat turibdi. 40 km/soatgacha radar detektor, to'g'ri gibrid mahsulot sizni boshingizni qotirmaydi. Ya'ni ortiqcha signal bermaydi. Ekranda radar nomi bilan signallarni kuchi ko'rinib turadi, lekin ovoz bermaydi. Qachonki 40 tezlikdan o'tadigan bo'lsangiz, shunda sizni ogohlantirishni davom ettiradi. Tezlik chegarasi doimiyligi, ya'ni shu sozlamaning davomi bu faqat RD qismiga, ya'ni radar qismiga amal qilishini bildiradi. Xo'p. Keyingisi yana pastga tushamiz. Past tezlik tovushsiz maksimal tezlik sozlamalar. Qarang, maksimal tezlik sozlamasi quyidagicha narsa. Ya'ni bu yoqqa ma'lum bir tezlikni qo'yadigan bo'lsangiz, 100, 200, misol uchun 100 ga qo'yadigan bo'lsangiz, sizni mashinangizning tezligi 100 km/soatdan oshib ketadigan bo'lsa, gibrid mahsulot, ushbu mahsulot sizni ogohlantiradi. Tezligingiz oshib ketdi, pasaytiring deb. Buni yangi haydovchilar yoki radarlarga tinmay tushadigan haydovchilar o'ziga ma'lum bir tezlikni qo'yib olsa bo'ladi, lekin bilmadim. Bu o'zingizning tanlovingiz. Bir narsa deya olmayman. Avtomatik ovoz pasaytirish va kechiktirib ovoz pasaytirish. Qarang, bunda LNA mavjud bo'lgani uchun radarlarni maksimal uzoq masofani aniqlab beradi. Misol uchun Avtokon yoki Megakamlarni 600-700 metr yoki 1 kilometrgacha ham aniqlab berishi mumkin. Tasavvur qiling, siz trassada ketyapsiz. Sizni ogohlantirdi. Siz o'zi radar borligini bildingiz va tezligingizni pasaytirdingiz. Lekin ortiqcha ovoz sizni yoqtirmaydi, ya'ni baland ovoz salonga shart emas. Shunda bu yoqda misol uchun 50%, bu yoqqa 5 soniya turibdi. Bu qanday ishlaydi? 5 soniyadan so'ng, ya'ni radar detektor birinchi navbatda radarni ko'rgandan keyin 5 soniya davomida o'zining bor ovozi bilan sizni ogohlantiradi. 5 soniyadan keyin esa ovozi 50% ga tushib, ya'ni 50% turibdi-yu, 50% ga tushib, pastroq ovozda sizni ogohlantirishni davom etadi. Aynan shu joydan siz soniyalarni va foizlarni kamaytirib ko'paytirsangiz bo'ladi. Ogohlantirish ustuvorligi R'da turishi kerak. R'da bu, ya'ni radar qismi bo'yicha uch oyoq, Avtokon, multiradar va shunga o'xshash radarlarni signalini birinchi navbatda aniqlashini ko'rsatib beradi. Shuning uchun bu yoqda R'da turishi kerak. Ko'rganingizdek, radar qismi bo'yicha hammasi tayyor. Endi video registrator bo'limi. Xo'p, qarang. Video sifati, yozish daqiqasi, mikrofon, aksilometrlar bor. Demak, birinchi navbatda video sifatiga kiramiz. Ya'ni bu yoqda sekundiga 18 bit sekundda yozishi. Bu eng full formati. Maslahatim shunga turgani yaxshi, 18 bitda turadi. Yozish daqiqasi, ya'ni har bitta videoning davomiyligi hozir bu yoqda standart 3 daqiqa turibdi. Buni o'zingizga moslab 5 daqiqa qilishingiz mumkin yoki 1 daqiqa qilishingiz mumkin. Men ko'pincha o'zim ham 3 daqiqa yuraman. Ya'ni bitta videoning davomiyligi 3 daqiqadan iborat bo'ladi. Mikrofon bu salondagi ovozni yozishi, ya'ni yo'ldagi va salondagi gaplarni yozib boradi. Buni kimdir yoqib qo'yishi mumkin, kimdir esa o'chirib qo'yishi mumkin. Bu yoniq turgani yaxshiroq. Ekspozitsiya. Aksilometr. Xo'p, undan keyin aksilometr. Bu nima degani? Xudo ko'rsatmasin, yo'lda qanaqadir yomon vaziyat bo'ldi. Qanaqadir sizning mashinangizga zarba bo'ldi. Bu o'sha zarbani his qilishi. Bu yoqda misol uchun pastga turibdi. Buni agarda maksimalga qo'yadigan bo'lsangiz, hattoki yamalarga tushadigan bo'lsangiz ham o'shani miyasiga saqlab oladi. Ya'ni bu narsaning ishlash prinsipi, xudo ko'rsatmasin, mashinangizga zarba bo'ldi, avariya bo'ldimi? Bu o'shandan oldingi o'sha voqea va undan keyingi voqeani o'zini miyasiga o'chmaydigan papkasiga saqlanib qo'yadi, ya'ni saqlab qo'yadi.
Bu shuni narsani bir qismi. Shuning uchun akselerometri pastga turgani yaxshiroq. Speedometer kompas, speedometer turadi, ya'ni o'sha ekranda o'sha zaps qilayotgan joyda kompasni ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Bu kimga kerak bo'lsa qo'shsangiz bo'ladi. Shaxsan men faqat tezlikni o'zi turgani yaxshi deb hisoblayman. Xo'p, videodagi tezlik, ya'ni bilasiz, videodagi satrlar vaqtni, sanani va nimadirlarni ekranda yozib boradi, ya'ni videoning tagida. O'sha joyda sizning tezligingizni ham ko'rsatib turishi mumkin. Buni xohlasangiz yoqib qo'ysangiz bo'ladi, xohlasangiz o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin yoqib qo'yishni tavsiya qilaman, sababi bironta vaziyatlar bo'ladigan bo'lsa, sizni isbotlab berishingiz yoki radar xato hisoblanadigan bo'lsa, isbotlab berishingiz mumkin. Chunki bu GPS ga ulangan, ya'ni sun'iy yo'ldosh bilan birga ishlaydi. Bu to'g'ri tezlikni ko'rsatadi. Xo'p. Yoniqqa qo'yib qo'yamiz. Va aytgancha bu yoqdan maksimal tezlikkacha qo'yib qo'ysangiz bo'ladi, necha tezlikdan keyin yog'ini ko'rsatmaydigan qilib. Xullas, yoniq turgani yaxshiroq, azizlarim. Videodagi davlat raqami, ya'ni o'sha yozuvlarning tagida sizning mashinangizni davlat raqamini ham ko'rsatib qo'ysa bo'ladi. Bu yana ham o'zingiz tanlovingiz. Shaxsan o'zim ham qo'ymagan bo'lardim, lekin bir jihatdan qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu ham o'zingizdan kelib chiqib deydi-yu. Mana shu yoqda mana yozib chiqasiz. Undan keyingisi mana mobil baza bo'yicha statsionar radarlarga javob beradigan bo'lim. GPS masofasini ogohlantirish va orqa kamera masofasi. Ya'ni GPS ogohlantirish masofasi va orqa kamera masofasi. Bu har ikkalasi standart 700 metrga turadi. Bu nimani anglatadi? Tasavvur qiling, sizni mahsulotingiz tepadagi statsionar radarni ogohlantirdi va siz o'sha necha metrdan ogohlantirishni aynan shu joydan sozlab qo'ysangiz bo'ladi. Aytganimdek, stabil 700 metr turadi. Xohlasangiz 500 metrga, xohlasangiz 300, xohlasangiz 200 metrga kamaytirib ko'paytirsangiz bo'ladi. Maksimal mumkin tezlik, ya'ni bu narsaga misol uchun +5 qo'yadigan bo'lsangiz, mana radar bor deb ogohlantirdi, 70 ga radar bor deb. Bu yoqda +5 qo'yadigan bo'lsangiz, tezligingiz 75 dan oshib ketadigan bo'lsa, tezlikni pasaytiring deb ogohlantiradi. Men lekin ko'pincha o'chirib yuraman. Chunki radarni ko'rdikmi yoki belgilangan tezlik bo'ldimi, tezlikni oshirmasdan yo'l qoidalariga amal qilib harakatlanishimiz lozim. Yuqori tezlik ogohlantirish tovushi birinchi tur turibdi, ikkinchi tur va ovoz bu. Ya'ni bu agarda sizning tezligingiz oshib ketadigan bo'lsa, 70 joyda siz xayol bilan 90 yurib qo'yadigan bo'lsangiz, sizni ogohlantirish ovozlari mavjud. Birinchi turida odatiy bo'lgan bip tovush, ikkinchisida maxsus tovush. Bu maxsus tovushni ko'pincha uzoq yo'llarda ko'p yuradigan, kechqurunlar ko'p yuradigan haydovchilar so'rashadi. Ya'ni agarda tezligingiz juda ham oshib ketib qoladigan bo'lsa, maxsus tovushda, ya'ni ikkinchi turda mahsulot sizni sirena chalib ogohlantiradi. Bu haydovchilarni hushyorlikka talab qiladi, ya'ni shunaqa narsasi. Agarda siz 3-tur, ya'ni ovozni qo'yadigan bo'lsangiz, bunda diqqat qiling, tezlikni pasaytiring deb tinmasdan ogohlantiradi. Bu juda ham salgina asabga tegishi mumkin. Buni ham kimdirlar yoqtirib ishlatishi mumkin. Xo'p, yuqori tezlik ogohlantirishsiz, bunda hammasi turishi kerak. Masofani ogohlantirish bu ham juda ham qiziqarli funksiyalardan bittasi. Tasavvur qiling, mana radar bor oldingizda, mahsulot sizni ogohlantirdi. 700 metrdan keyin radar keladi 70 ga deb. Shunda sizga buni qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, qo'shimcha tarzda har 200 metrda metraj sanaydi. 600, 400, 200 metr deb ogohlantiradi. Juda ham yaxshi funksiyalardan biri deb hisoblayman. Obyektdan o'tildi deb, misol uchun 600, 400, 200 metr bo'lib radardan o'tgandan so'ng obyektdan o'tildi deb ogohlantiradi yoki tovushni o'zib qo'yadigan bo'lsangiz, ting etib ovoz berib ogohlantiradi. Menga ovoz qulayroq, obyektdan o'tildi deb ogohlantiradi. GPS obyektlar bu bazani ogohlantirish, mana radarlarni bo'limlari. Maslahat qilaman buni qo'shmaslikning sababi, mana bu yoqda mulyaj, bu yoqda inglizcha turgan ekan. Mulyaj va shunga o'xshash radarlar yoki bu yoqda avtobus qatori nazorati, svetofor nazorati va shunga o'xshash narsalar turibdi. Bu yoqqa kirishni va o'zgartirishni umuman tavsiya qilmayman. Agar bu yoqda nimadir o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, sizni ogohlantirmaydi. Foydalanish nuqtasini o'chirish, bo'ya aytib o'tganimdek, mana M tugmachasini bosib turadigan bo'lsak, miyasiga saqlab oladi dedim-ku. O'sha saqlangan nuqtaga o'zi bazaga kiritiladigan bo'lsa yoki u yoqda boshqa radar turmayotgan bo'lsa, shunday o'chirib qo'ysangiz bo'ladi va boshqa sizni ogohlantirmaydi. Demak, mobil baza bo'limi ham o'z nihoyasiga yetdi. Undan keyingisi umumiy sozlamalar. Ekran rejimi RD+ video registrator turibdi.
Bu yoqda erdan uzun qo'yadigan bo'lsangiz, mana hozir misol uchun turibdi, mana. Orqa tomonda mana videoni ham ko'rsatib turibdi. Ha, agar o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz, mana hozir kiramiz. Erdan uzun qo'yadigan bo'lsangiz, qorayib qolib quyidagicha soatning o'zi ko'rinib turadi. Bu yoqda pastda tezlik. Bu o'zingizning tanlovingiz. Menga videoning o'zi turgani qiziqroq lekin. Video bilan turgani to'g'riroq. Xo'p, displeyni voy. Adashib ketdim video. Xo'p, displeyni avto o'chirish birinchi daraja, ikkinchi daraja, ya'ni rejim ajdan, ya'ni ba'zida paydo bo'lib qolyapti katta speedometr. O'sha joyga o'tishini soniyalari eng yaxshisi birinchi daraja qo'yadigan bo'lsangiz, o'zi ma'lum bir soniyadan keyin o'tadi. Eng yaxshi rejimlardan biri. Ekran lavhasiga tezlikni qo'yib qo'yamiz yoki soatni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Menga tezlik ko'proq yoqadi. Agar soatni qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, vaqtni, sanani, kunni hammasini ko'rsatib turadi, lekin tezlik ko'rinmaydi. Shuning uchun yaxshisi tezlikni o'zida turgani. O'chirish kechikishi bu 3 sekund turgani yaxshi. Yoqilganda ilk ovoz uzun turibdi va qisqa bor. Bu mana birinchi marta yongan payti uzun turadigan bo'lsa, xavfsizlik kamarini taqing deydi. Qisqa bo'ladigan bo'lsa, faqatgina inspektor deb ogohlantirib yonadi yoki umuman o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Tanlov o'zida. Menga lekin xavfsizlik kamarini taqing deyishi qiziqroq. Vaqt zonasi +5 O'zbekiston vaqti, til o'zbek tili va mintaqa. Shu til bu yoqdan o'zbek tili, rus tili yoki ingliz tiliga qo'ysangiz bo'ladi. Men ko'proq o'zbek tilida yuraman. Keyin mintaqa, ko'pchilik adashadigan joyi aynan shu. Tilni rus tiliga o'tkazaman deb mintaqani Rossiyaga o'tkazib qo'yishadi. Inspektor mahsulotlari nafaqat O'zbekistonda, bir vaqtning o'zida Rossiyada ham ishlashi mumkin. Siz qayta uni proshivka qilib, nastroykalarni to'g'irlash shart emas, shunchaki shu joydan mintaqani Rossiyaga o'zgartirib qo'yadigan bo'lsangiz, Qozog'iston, Qirg'iziston va Rossiya davlatlarida ham ishlayveradi. Lekin O'zbekistonda ishlamaydi. Sababi O'zbekistondagi radarlar Rossiya radarlaridan farq qiladi. Rossiya radarlari O'zbekiston radarlaridan farq qiladi. Va O'zbekistondagi radarlarni agar mintaqa Rossiya qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, ko'rmay qolishi mumkin va siz jarimaga tushishingiz mumkin. Agarda uzoqdan safarlarga, ya'ni Qozog'istonga, Qirg'izistonga yoki Rossiyaga mashinangiz bilan safarga o'tlanadigan bo'lsangiz, unaqada shunaqa nastroyka qilsangiz bo'ladi. Mana misol uchun mana region rusda turibdi, mana bu yoqdan chap tomonga qizil bo'lib ru turibdi. Ko'ryapsiz mana bu yoqda ru bo'lib turibdi. Agarda shunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa, demak sizning mahsulotingiz O'zbekistonda ishlamayapti va siz jarimaga tushish ehtimoli katta. Shuning uchun Viber regioni doim O'zbekiston bo'lishi kerak. Xotira kartasini tozalash, ya'ni fleshka ichidagi narsalar sizga kerak bo'lmaydigan bo'lsa, shunga o'chirib olib, yangitdan noldagi qilib olasiz. Va bu yoqdan agar sozlamalarni xato qilib qayerdadir ishlamayotgan bo'lsa yaxshi, shunday birlamchi sozlamalarni bitta tiklab olsangiz, mana shunga kirib, hamma narsa o'z holiga qaytadi va siz mobil baza bo'lmay kirib, metrajni ogohlantirishni bitta qo'shib qo'yasiz, radar detektori so'rog'i gibrid qurilmangiz ideal ishlashni davom ettiradi. Juda ham yaxshi ishlaydi. Shuning uchun mana shunaqa funksiyalari ham bo'ladi. Mana kirsangiz, mana yo'q turibdi, o'sha xani bosib yana OK tugmachasini bosadigan bo'lsangiz, o'z holiga qaytadi. Va mikrodastur versiyasi hozirda bizning mahsulotimizda qanaqa dasturiy ta'minot turganini ko'rsatib beradi. Xullas aziz do'stlar, demak barcha sozlamalarga kirib chiqdim, har bitta tugmachalarni tushuntirdim. Menimcha hammasi tushunarli. Shuning uchun ham shu bilan videomiz o'z nihoyasiga ketmoqda. Siz esa kanalimiz rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'ling.